Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 1 fevral kuni jamiyatning chetida qoldirilgan va xatar ichida yashayotgan muhojiratga Uyg'urlarning insonparvarlik ehtiyojlari sarlavhalik bir parcha doklad e'lon qilgan. Dokladda Amerika, Turkiya, Qozog'iston va Qirg'iziston qatorliq O'rta Osiyo davlatlarida yashayotgan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning insonparvarlik ehtiyojlari tafsiliy bayon qilingan. Mazkur dokladda Xitoyning irqiy qirg'inchiligidan qochib dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlarning o'zlari panohlanib turayotgan davlatlarda bexatarlik makonga ega bo'lolmay davlat tavalliksiz yashayotganligi, Xitoyning ko'nsir kuchayotgan chegara halqagan bostirish siyosatining parakandchiligiga, ya'ni Xitoy hukumatining har turli tahdid va hujumlarga uchrayotganligi fakt isbotlar bilan o'tirib qo'yilgan ekan. Dokladda ko'rsatilishicha, muhojirat yashayotgan Uyg'urlar uchrayotgan qiyinchiliklarning yana biri bo'lsa, ko'plagan Uyg'urlarga o'zlari turishlik davlatning qonunlik salohiyati berilmaganligi sababli shu davlatning normal ma'arif va sog'lomlik siyosatlaridan bahramand bo'lolmayotganligi bildirilgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining xodimlari mazkur dokladni tayyorlash jarayonida Turkiyani asos qilgan holda muhojiratga Uyg'urlarning ahvolini tekshirgan bo'lib, ular bu jarayonda ota-onasi Xitoyning lager va turmalariga qamalgan, Turkiya va boshqa davlatlarda tirik yetim qolgan nurg'un Uyg'ur bolalarni ziyorat qilgan. Irqiy qirg'inchilikdan omon qolgan bu bolalarni iqtisodiy va psixologiyalik yordamga eng muhtoj, shundaqla xatar ichidagi bir millatning eng jiddiy masalasi ekanligi alohida ta'kidlangan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi mazkur dokladda xalqaro insonparvarlik organlari va tashkilotlaridan amaliy plan tuzib, dunyoning har qaysi joylarida panohlanayotgan Xitoyning qirg'inchiligidan omon qolgan Uyg'urlarning har turli ehtiyojini qondirishni talab qilgan. Mazkur talablar qonunliq ishlash salohiyatiga erishganlarga xizmat fursatini yaratib berish, o'quvchilarning turalg'usi, o'qish haqqi, yemak-ichmak, kiyim-kechak va davolash ishlariga ketadigan moddiy yordam va psixologiyalik yordam qatorliq ma'naviy ehtiyojlarni o'z ichiga olgan ekan. Amerikada xizmat qilayotgan injener Kavsar Vahid yaqinda Xenan o'lkasida o'qiyotgan singlisi Kamila Vahidning yurti qaytgandan keyin tutqun qilinganligini Twitterda xabar qilgan. Otishdagi aloqador xodimlarning bildirishicha, Xitoy doiralarining Xitoy o'lkalaridan ta'til qilib kelgan Uyg'ur o'quvchilarga qarata alohida nazorat tuzumini yo'l qo'yganligi va Otish shahridagi Pamir soqchixonasi tavalligidan Kamila Vahid va Tursunjon ismli ikki o'quvchining tutib tekshirilayotganligini dalillagan. Sharq Turkistonda 2017-yilda cho'ng tutqun boshlanishining oldi keyinida chet elga chiqib ketganlar alohida tekshirish va tutqun obyekti qilingan. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yildan boshlab Xitoy ichkari o'lkalarida o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar bo'libmi ta'til qilib kelganlar nuqtaliq tekshirish obyekti bo'lgan va ozroqli gumon qo'zg'aganlar tutib tekshirilgan. Amerikada yashayotgan injener Kavsar Vahidning Twitterda inkos qilishicha, uning Xenan o'lkasining Shangchu sanoat institutida o'qiyotgan 19 yoshli singlisi Kamila Vahid 12-oyning 5-ida qishliq ta'til qilib yurtga qaytganda tutqun qilingan ekan. O'tgan yili Xitoy ichkari o'lkalarida xizmat qilayotgan Abduqodir Ro'zi va Tursunjon Bilga qatorliq o'quvchilarning va yana ichkarida o'qiyotgan Zulyar Yasin qatorliq bir turkum o'quvchilarning tutqun qilinganligi oshkorlangan edi. Türkiye'deki Uyghur teşkilatlarının yardım etirti yer tevreş rayonu qarab yo'lga chiqqan Türkiye'nin janub va sharqi janubiy rayonlaridagi Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay qatorliq joylarda va Suriya chegarasida 6 fevral etiganda yuz bergan 7,8 bal yer tevrashdan keyin Türkiye'deki Sharq Turkiston tashkilotlari yer tevresh rayoniga yordam berish uchun darhol harakatga o'tgan. Ma'lum bo'lishicha, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi Ko'k Hilal Ay insoniy yordam vaqfi Sharq Turkiston yoshlar darnikining tashkillashida 1-turkumdagi yordam guruhi 6 fevral kech yordam buyumlarini elib ofat rayoni qarab yo'lga chiqqan. Navbatda 2 turkum, 3 turkumdagi fidoyilar yo'lga chiqqan va chiqishni saqlamoqda. Konyadan yo'lga chiqqan bir fidoyilar guruhi safar jarayonida qatnash voqeasiga uchrab, guruh a'zolari yenik yaralanganlikdan safarni davom qila olmadi. Buningdan sırt Nuzgum Aile Kültür Derneki Fidoyilar namoyish to'pi, Ko'k Ay insoniy yordam vaqfi, Birlik qurtulush chorasidir. G'ulji Mashrib to'pi qatorliq guruhlarda ofat rayoniga i'ona qilish chaqiriqi ostida moddiy yordamlar to'planmoqda. Ofat rayoniga berib xizmat qilish uchun tizimlatgan va yo'lga chiqishini saqlayotgan Uyg'urlarning ko'pligi o'zi muhtojlikda bo'lsa-mu taraf-tarafdan topqinni i'ona qilayotganlar, shundaqla Uyg'urlarning kichik bolalarining o'zlarining bayramlik va ta'tillik yiqqan pullarini ofatga i'ona qilishi Uyg'urlarning insonparvar va mehribon bir xalq ekanligini yana bir qitim ko'rsatib berdi.
Türkiyədəki Şərq Türkistan ommaviy təşkilatlarının ictimai taratqularda e'lon qilgan uchurlarda ko'rsatilishicha, bu qitim yer tavrash eng qattiq bo'lgan Qahramonmaraşda 11 qiz, 12 o'g'il bo'lib 23 nafar Uyg'ur o'quvchi yashaydigan bo'lib, navbatda bulardan 21 o'quvchi bilan aloqa o'rnatilgan. Qahramonmaraş Sütçü İmam Üniversiteti İlahiyat Fakültetida o'qiyotgan 23 yoshga kirgan Abdullah Olim bo'lsa, baxtga qarshi shahid bo'lgan. Marhumga Alloh rahmat qilsin. Türkiyədəki Uyğurlardan sırt dünyanın hər qaysı joylaridagi Uyğurlarmı ictimai aloqa hisoblari orqali bu qitimqi ofatga yaqindan ko'ngil bo'ldi va hislashlik qildi. Hər qaysı dövlətlərinin rəhbərləri Türkiyənin Qahramonmaraş viloyatining Pazarcıq və Elbistan nahiyəsini öz içigə alğan 10 viloyatida yuz bergan yer tavrash ofati tufayli Cumhur Reisi Erdoğan'a telefon qilib ta'ziya bildirmoqda. Türkiye Afet ve Ciddi İşlahı Taqabul Turuş İdaresi AFAD qaza qilganlar sonining 3432 ga, yaralanganlar sonining 21103 ga yetganligini uqtirgan. Xarabilik ostida qolgan 8 mingdan ortiq odamning qutqizilganligini bildirgan. Növbətdə 25693 xodim, 360 avtomobil, 3361 quruluş mashinasi izlash qutquzish xizmatlariga jiddiy kirishmoqda va davomli yordamchilar kelmoqda ekan. Türk Qızılay Cəmiyyəti tərəfindən afət rayonlarına əvətilən 10 min kişilik çadır tiklanishga başlagan. BDT'nin 3 mutaxassisi 6 fevral günü birlikdə ailəsindən ayrılğan təxminən 1 milyon Tibet balalarının Xitay dövlət qarmağındakı yataqlıq məktəblərdə məcburi assimilasiya qılınayotganligini bildirgan. Fransiya agentligining 6 fevral kunidagi xabariga qaraganda BDT alayda dokladchisi bayonotida ogohlantirib, Xitoy hukumatining maktab sistemasi orqali Tibet xalqini madaniyat, diniy va til jihatdan assimilasiya qilish siyosiy yurgizishi, kishilarning bu xil maktablarning ko'payishiga bo'lgan andisini kuchaytganligini, Tibet bolalarining ona tilida so'zlash va Tibetdagi ota-onasi bilan erkin aloqa qila olmaydiganligini, bu ularning assimilasiya qilinishi va Tibet kimligining yo'qolishiga sabab bo'layotganligini bildirgan. Mutaxassislar Xitoyning Tibet maarifi, dini va til organlarini nishon qilgan bir qator bostirishlar orqali Tibet bolalarining yataqliq maktablarida tarbiyalanayotganligi to'g'risidagi uchurlarga asosan Tibet kimligini majburiy xitoylashtirishdan andish qilganligini o'ttirib qo'ygan. Tibetdan boshqa Xitoyning Sharq Turkistondami Uyg'ur bolalarini oilalaridan majburiy yo'lib ilib yoki ota-onasini tarbiyalash lagerlariga solab, homilasiz qoldirib, o'zlari tayyorlagan assimilasiya qilib xitoylashtirib tarbiyalagan. Shundaqla buni izchil davomlashtirib kelmoqda. Xitoy Uyg'urlarning madaniyat, dini, ona til va e'tiqodin ig'ir ziyonkashlikka uchratgan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Angliya Tashqi ishlar ishxonasining bildirishicha, atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining yangidan tayinlangan raisi Erkin Tunyaz kelar hafta Angliyani ziyorat qilmoqchi ekan. Ammo u Angliya hukumati tarafidan taklif qilinmagan hamda ministr darajalik suhbatimi bo'lmaydi ekan. Angliya muhofizat gazetining xabar qilishicha, Erkin Tunyaz Angliya ziyoratidan keyin Yevropadagi boshqa davlatlarga berib, aloqador taraflar bilan Şinjan vaziyatini muzokara qiladi ekan. Angliya Tashqi ishlar ishxonasining amaldori Docherty taratqularga bildirishicha, Xitoyning Şinjandagi qilmishlarining nacharligini, Angliya hukumatining ularga hech qanday qonunli qilishni o'ylamaganligini, ammo Angliyaning dunyoning har qaysi joylaridagi diplomatik xizmatining yadrosining bo'lsa, kishilik huquq dafsanchiligi va ahamiyatli aralashish orqali ziyonga uchirganlarning huquqini qo'g'dash masalasi ekanligini ta'kidlab, Erkin Tunyaz bilan ko'rishganda uningga Angliyaning Uyg'ur va boshqa musulmonlarga bo'lgan muomalani yaxshilaydiganligini va Xitoyning Uyg'urlarga qilgan dahshatli bostirish qilmishlarini oshkorlashni to'xtatmaydiganligini aytmoqchi ekanligini bildirgan. Erkin Tunyaz 19 fevraldan 21 fevralgacha Belgiya poytaxti Bryussel shahriga boradigan bo'lib, Yevropa ittifoqining bir qism a'zolari bilan suhbatlashishga o'rinlashtirilgan ekan. Xitoyning Yevropa ittifoqi avatgan bosh elchisi Yevropa ittifoqi a'zo 27 davlat vakilining Erkin Tunyaz bilan ko'rishishni umid qilganligini bildirgan. Mazkur xabar tarqalgandan keyin Angliyadagi bir qism parlament a'zolari bo'libmi Xitoy haqidagi xalqaro parlamentlar ittifoqiga a'zo bo'lgan parlament a'zolari bu qarorni keskin tanqid qilgan. Erkin Tunyazning bu qitim Angliyaga ziyorat kelishini har qaysi Uyg'ur tashkilotlarimi keskin tanqidlamoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu vaqtda bayonot e'lon qilib, Erkin Tunyazda qirg'inchilikni ijro qiluvchi amaldorlarni Angliyaga taklif qilish dunyodagi Uyg'urlar uchun bir zo'r haqorat degan. Garchi Reuters agentligi Angliya tashqi ishlar vazirati amaldorlarining so'zlaridan naql elib, Erkin Tunyazning ministr darajasida kutib olinmaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, Erkin Tunyazning bu qitim hech qanday viza talab qilinmaydigan diplomatiya pasporti bilan keldiganligini tilga olgan. Növbətdə bu vaqtdagi mulohiza va muhokamalar davomli har qaysi axborot vositalarining qiziq temasi bo'lmoqda.